O'chiring toza ichimlik suvini. Uyalmaysizmi isrof qilgani? Ha, sepgan suvingiz bari parlanib uchib ketyapti qo'shni. Qo'shni quyosh qanday qizdirishini. Shu yoqda salqin bo'lsin deb suv sepib qo'yapman-da. Boshqa davlatlarda odamlar bir qutum suvga zor. Loyqa suvni tindirib ichyapti. Sizni qilayotgan ishingizni qarang. Uyingizga kelgancha qancha odamlar buni arkasidan mashaqqat chekib, mehnat qilyapti. Siz esa buni isrof qilyapsiz. Uyaling qo'shni, qolaversa bu suv kelajak avlodimizga ham yetish kerak. O'chiring qo'shni. Uyalmaysizmi? Menga aql bo'lmang, yo'lingizga qolmang, boring, hozir sizga sepib qo'raman. O'chiring, boring deb men o'zim bilaman. Xohlasam sepaman, xohlasam mana shu toza ichimlik suvni arqoq qizaman. O'chiring suvni. Ko'katman sizga seppa sepaman. Boring. Boring. Voy, o'rtoq, kattagina basseyn bor ekan, mazaqcha olsang kerak. Ha, dadam bugun berdilar. Maza qilar ekanmiz-da. Hozir dadamga aytaman, suv to'ldirib beradilar. Dada, ichkarida basseynga suv to'ldirib bering. O'rtoqlar bilan cho'milmoqchi biz. Xo'p, hozir buni daraxtlarni sug'orib qo'y, mana archa bilan o'riklarni sug'orib qo'y. Kir to'ldirib beraman. Xo'pmi? Kiraver. Hozir kiraman, o'qiyman. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyat qurilish nazorati inspeksiyasi ichimlik suv nazorati bo'limidanman. Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatidan shu hududga biriktirilgan xodimlarmiz. Hududda ichimlik suvdan foydalanish qoidalari bo'yicha nazorat tatbiq qilyapmiz. Hozir foydalanib turgan ichimlik suvmi? Ha, toza ichimlik suv. Hurmatli iste'molchi, Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarorida belgilab qo'yapti. Ya'ni 96-bandida ichimlik suvdan belgilanmagan vaqtlarda dov daraxtlarni sug'orish, tomorqalarga suv sepish qat'iyan taqiqlab qo'yilgan. Ha, endi pulni to'lab qo'ygandan keyin ishlatamiz-da. Bu daraxtlar qurib ketyapti. Hamma qilayotgan bizda. Hurmatli iste'molchi, to'lovni amalga oshirgan bo'lsangiz, siz o'zingizni maishiy hayot kechirish uchun, ya'ni iste'mol qilish, ovqat qilish, kir yuvish, ichish uchun ichimlik suvga to'lov amalga oshiryapti. Qachonki belgilangan grafik asosida tasdiqlab berilsa, o'shandagina dov daraxtlarga suv sepishingiz, tomorqa hududlariga suv sepish sug'orishingiz mumkin. Hurmatli iste'molchi, hozir sizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 163-moddasi, ya'ni vodoprovoddan foydalanish qoidalarini buzish bilan ma'muriy jarima rasmiylashtiraman. Ba'ziy hisoblash miqdorini 10 barobar miqdorda ma'muriy jarima rasmiylashtiraman. Uzr, ukajon, men buni bilmabman. Ming bora uzr. Agarda qo'llanilgan ma'muriy huquqlarga bo'yicha e'tiroz bildiradigan bo'lsang, 10 ish kunida yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishni haqli. Xo'p, uzr.